borasiz yana? Ovozingni o'chir, menga baqirma. Yana qayoqqa borasiz? Anani uyda janjal bo'lyapti ekan. Hozir ana salomat o'rtog'ing kelib, bir nimalar qilib to'polon qilyapti ekan. Menga uylanasanmi, bir bolalar deyapti ekan. Menga qara, shu salomating ham bir to'polon qilmasa, mahallada intriga qilmasa yashalmaydi. Endi mayli yo'lga aralashmaysiz dadasi. Bo'pti, sen jin turib turgan, men borib hozir analarni sal tinchitib. Ana Jenka bilan bu ajrashmaydi. Bu seva menga Toshkentdan kelguncha aytib keldi, Jenkani sevaman dedi. Kelganimizga shunda Damasdan tushishimizga ana salomat shu to'polonni boshladi-da, ana salomating. Men borib hozir endi salomatni oldiga ham o'taman, Dimkani ham oldiga o'taman. Tinchitib kelaman, tushundingmi? Nima ovqat qilyapsan kech? Shu Jenkani o'rtoqlari bormi deyapman-da, ko'zlayotgan. Men sezyapman, qarab turing. Agarda dadasi bilib qolsam dadasi, ikki ko'zingizni o'zim o'yib tashlayman, tushundingizmi? Tushundingiz-a? Agar ko'r bo'lib qolsam, men ko'chaga chiqib seni boqishga pul topib kela olmayman. Tushunyapsizmi? O'zim sizni Esmeralda qilib qo'yaman. O'chir ovozingni hozir kelaman.